Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gap qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Mendan boshqa hammada yangilik. Nima yangiliklar? Charos zolim eri bilan ajrashibdi. Gulnoz Dubaydan uyotdi. Maktabni zo'rg'a bitirgan, kecha burni oqib yurgan moqchehra dugonam bor-u, bloger. O'sha gelik opti. Bugun gapni pulini Nodiya oldi. Endi singlisi bilan Tailandga dam olgani ketmoqchi. Dunyoda qanday baxtli ayollar bor. Oysha onamiz farzand ko'rmadilar. Maryam onamiz hayotlari mobaynida turmush qurmadilar. Osiyo onamiz Firavndek zolim va qattol er bilan sinaldilar. Xadija onamiz dardga darmon yorlarini, ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni 40 yoshdan o'tib topdilar. Fatima onamiz moddiy jihatdan juda kamtar, ba'zan yo'qsil hayot kechirdilar. Ularni hech birlari muammosiz yashamadilar. Hech birlarini tanlagan yo'llari oson bo'lmagan. Na ular o'zlarini kamsitilgan deb bildilar, na boshqalar ularni bechora hol deb achindi. Aksincha ular to qiyomatga qadar butun mu'minlar havas qiladigan ayollar ro'yxatining boshidadirlar. Xo'sh, endi aytingchi, siz aytganlar baxtlimi yoki men aytganlar baxtlimi? Siz aytganlar